Qizlik halqasi yopishib qoladi. Ko'pincha qizlarimiz 3, 4, 5, 6, 7 yoshlarida qizlik halqasi yopishib qolish holati yuzaga keladi. Buning natijasida qizlar balog'atga yetgan vaqtida hayz qonini ko'rmaydi. Buning kelib chiqish asosiy sababi qizlarimizning onalarini intim gigiyena qoidalariga bee'tibor bo'lishi hisoblanadi. Va natijada hayz qoni qizlarni qini devori ichida qora laxta ko'rinishda qotib qoladi va bu kuchli og'riq beradi. Qizlarimizni jinsiy a'zolarini atir sovun, kir sovun, dush gellar bilan yuvish va talqlar sepish qat'iyan man etiladi. Bularning o'rniga tarkibida pantenol saqlovchi intim genlar bilan yuvish tavsiya etiladi. Quruq teriga esa pantenol bo'lgan krem yoki bo'lmasa mast suriladi. Bu videoni kimga jo'natishni o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Yanada qiziqroq ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, meni sahifamga obuna bo'lishni unutmang.